Bismillahirrahmanirrahim. Otim Abdulmannon Rahmoniy, valadi Abdulboqiy, boshida Ulusvoli Antiqiy. Men xohladimki shu yerda Mazor Sharifda bir sharak tavzi bo'ldi. Shundan bir qancha numra o'zimga avval shaxsan xaridorlik qildimdan sonra shu vatandorlarni, qavm xishlarni, xususan Ulusvoli Chorgona Antiqiyni o'sha yerga intiqol bersam, o'shalar o'sha yerdan bir mulkiyat topsa, shu sababdan sonra shu yerdan bir daftar ochdik. Har kimki avlo olaman desa, sal jur'at qilsa, men shunga vasila bo'laman. Faqat o'jaga xos shuki birontasi pulni dafatan bera olmaydi. Shunga masalan 50% peshpardozh qilsa, qolgan 50%ni nazar va o'sha nimasi sharoiti to 1 yilgacha shuni men qistam etib berib bilaman. Zamoniki har kim xohlaydi bir zaminga taslim oladi oljoq bo'lib, mana shu daftar, mana adresini hamki Hoji So'yib aytdilar, shu daftarga kelib murojaat qilsalar, mana bu kishi Hoji Abdulbasir Niyoziy shu namoyindan bo'ladi. Mana shu yerda shu sizlarni antiqiyli mardumning xizmatida bo'ladi. Sog' salomat bo'linglar.